Og'ilda tug'ilgan qulunning taqdiriga nimalar bitilganini, qay xonadonga borib xizmat qilishini hech kim bilmaydi. Yillar o'tib, ehtimolki u elini, egasini tanitadigan nomdor tulpor bo'lar. Osmono'par tog'lar bag'rida joylashgan So'lim Bachay qishlog'ida tug'ilgan to'riq rangli qulunning ham manglayiga elning orini olib, dovruq solib uloq chopish bitilgan edi. Hurmatli vahodoshlar, hurmatli ot ishqibozlari, mana bugun biz Sho'rchi tumanidamiz. Hozir o'sha afsonaviy ko'pkarlarda o'sha ayirganlarni haligacha esdan chiqarmay kelayotgan mana shu afsonaviy ot, metan ot haqida ko'rsatib tayyorlayapmiz. Hozir qariyb 30 yoshga yaqinlashib qolgan, mana keksalganlik ko'rinib turibdi. Surxondaryoning elni orini olgan, o'zi xalqimiz orasida shunday gap bor, elni polvoni va ot tanitadi deb, mana shu metan ot egasini qayerga bo'lsa, kimning xonadonida uloq chopgan bo'lsa, o'sha xonadonni, o'sha hududni tanitdi. Bizni kuzatishda davom eting. Surxon vohasidan ko'plab saman tulporlar chiqqan. Bu bedov otlar el-yurt toshib, to'y tomosha sayrlarga o'zgacha fayz bag'ishlagan. Ko'pkari ishqibozlarining olqishu hayratlariga sazovor bo'lgan. Asrimizning 2-dekadasida O'zbekistonning janubiy hududlarida metan laqabli ot shiddati bilan ko'pkari ixlosmandlari orasida dovruq qozondi. Jonivor qay go'shagaki bormasin, o'zi ham, egasi ham, chavandozi ham izzatli bo'ldi. Mana bu ko'rib turgan otlaringiz metan. Bu Surxondaryoning ori. Haqiqiy bir ot desa otda, oting bormi ot degan ot bo'lgan, lekin men afsuski aziz yoshi anchaga kirib qoldi. Qarib 30 ga kiryapti metan. Uzoq yil chopgan otlardan biri hisoblanadi. Bunday uzoq yil ot chopish qiyin masala bo'ladi. Metan juda bir ajoyib yaxshi ishlar qilganki, metanning zotini bekavul yanglishib qolib, ko'rmay qolib olmagan bo'lsa ham, qaytarib yana qaytib kirib ayirgan joylari juda ko'p. Metan bilan shu masalan bitta chavandozga juda bir ma'qul tushadi-da, otga ot bilan chavandoz ikkalasi bir-biriga kelishgan bo'lishi kerak asosanda. Metan shu Odil chavanlarda buni metanni juda ko'p chavandoz chopgan. Lekin Odil chavanga ko'proq moslashadi. Qandaydir ikkalasi pig'inxon gaplashadi deganda. Metan shu ayiraman shu zotni, shuni olaman deganda metan bilan Odil chavan shu ko'p ayirgan. Mana buni xalq ham e'lon biladi, ko'rgan ham. Endi metanning o'zi Machaydan chiqqan vaqti asli yoshlikdan keyin Qo'rg'onda Ziyodla Polvon hoji olib kelgan 5 yashar, 6 yasharligida. Keyin Ziyodla Polvon 1-2 yil choptirib yurdi. Unda Olim Cho'g'an, Odil Cho'g'an chavib yurdi. Keyin Shodi Polvonga o'tdi, Muzrabotga Shodi Polvon choptirib yurdi. Keyin Xurshid Polvonga o'tdi. Keyin gapda ochig'i bizlarga bu otni olish sababi bir tarixiy bo'lib ketgan. Qo'rg'onda Parda Polvon degan do'stimiz bo'lardiki, menga bir qattiq gapirgan, shu otni olgin. Olmasang men sen bunday o'rtog'imdan kechaman deganda, shuni oxiri kelib shu otni bizlar olib keldik. Mana hozir oxirgi yillarda biz mana shu otni choptirdik. Biz bu otdan juda mamnunmiz. Elimiz, xalqimizning kayfiyatini ko'taradigan bir otda. Bu ot degan bilan ot faqat bir otbozning o'ziniki emas, egasiniki emas, u eldiki bo'ladi. El xursand bo'ladi. Qayergadir borganda, qandayganda xalq, metan ayiribdi, xalqning bir mujohati, yoshi, qari hamma xursand bo'ladi. Shuning uchun metanning yuragi toza. Gavdasi otlardan katta emas. Yeniligi ham katta emas. Yemni ham shu otlar qatori yeydi. Lekin buning yuragi katta. Yuragi haqiqatdan katta ot, juda bir ajoyib ot. Bu tulporni ko'plab chavandozlar minib, uloq ayirib, el-yurt orasida nom qozondi. Gapda ochig'i, yigit odam otni mingandan keyin u vajahati boshqacha bo'ladi. Harakati boshqacha bo'ladi. Otda ustida yurganda, odam otga minganda, ayniqsa yaxshi otlarni minganda, kuchingizga kuch, g'ayratingizga g'ayrat qo'shiladi. Yana bir tomoni, odam shunchalik yengil bo'ladi. Shunday bir ajoyib bo'ladiki, bir kayfiyatingiz boshqacha bo'ladi. Shu
shu otni mindimi, shu otni ishni qilishim kerak. Kuchiga kuch qo'shiladi. Ot minib yurgan odam albatta sog'lom bo'ladi. Juda sog'lom bo'ladi. Hamma tomondan sog'lom bo'ladi. Otda yurganligi mana bugun hozir 80 yoshda bo'lsam, shuni qariyib boring 15 dan deylik 65 yil otda yuryapman. Mana eng oxirgi shuga bir maqtanishga to'g'ri kelib qo'yapti, to'g'ri gapda. Shu 75 yoshimda to'y egasi tuyani ayirdim. Lekin metan mana emas, boshqa otdan. Shuning uchun bu ot mingan odam bir boshqacha bo'ladi. Endi masalan uzoq yil chopgan chavandozlarga qo'l bilan sanaydigan darajada shularning bittasiga o'tsam kerak. Taniqli chavandozlar ham to'riq tulporni havas bilan minib, to'daga qo'l cho'zdi. Katta sovrinlarni ayirdi. Lekin to'riq saman o'z davrining zo'r tulpori sifatida o'z davrining eng zo'r chavandozi bilan yaxshi til topishib oldi. Aynan Odilcha bobon va metan juftligi Ko'pkari maydonida aql bovar qilmas ishlarni amalga oshirib tashladi. Hozirgi bir tirik ot 1.200.000 pulda Sho'rchidan Odilchaxon, Sho'rchidan Turoq Hojiboyev metani bilan ayirdi. Metanni birinchi minganimda buni his qilganman, bu qanaqa otligini. Bu ham meni his qilgan qanaqaligini. Ikkalamiz gaplashardik-da. Buni hamma el yurt biladi buni. Buni qilgan ishini hech kim qila olmaydi buni. Uloqqa shunday haydayman, bir katta uloq bo'layapti. Dehqonobodda. Juda katta uloq bo'layapti. Tuya degan zot ko'tarilib ketdi. Buni Ziyodla polvon deydi, Abi degan buni Ziyodla polvonni jiyani bunga qarardi. Olib ketdi deyapman, ot kelmayapti-da. Men tuya ko'tarilib ketdi boyagi zot. Olib keldi buni. Ot bilan shunday ketyapman, Xudo berganda bunga. Oldimga taka kelib to'xtayapti-da. Shunday kiryapman. Ko'p o'tgan bo'lsa, 1,5 minutdan o'tgan ayab tashlayapman o'sha zot. Endi bu otni men ko'proq chopdim. Endi buni Nurulla bobo ham chopgan, Nurulla Chovog'on, Alisher Chovog'on hozirroq chopdi buni. Endi ko'proq men chopganman. Buni ustiga minganingizdan keyin uni sizga tasavvurlab bera olmayman. Qanaqa, nimaligini. Uni chavandoz biladi, ot biladi. U boshqacha dunyo bu. Yerda turganingizda boshqacha dunyo. Ot ustida u boshqa dunyoga kirib qolasiz. Hamma narsa unutiladi, maqsad bitta. O'sha narsani ajratish, or, nomus degan narsa bo'ladi. Bizlar endi or uchun chopib yurgan chavandozlarimiz. Bu otni hislati juda cheksiz. Uncha-muncha otda bo'lmagan. Bu tarixiy otlar. Bu bekorga buni afsonaviy metan demaydi-da, o'sha buni biz qo'ymaganmiz yoki bironta qarindoshimiz qo'ymagan. Buni elni o'zi topib qo'ygan o'sha gapni, afsonaviy metan. Buni metan deyilish sababi bu Qumqo'rg'onda Akbar degan do'stimiz bor. Ziyodla polvondan Akbarga o'tgandan keyin uni metan zapravkasi bor edi. O'shanga buni laqabi metan bo'lib ketdi. Shu Akbarda do'stimizni olgandan keyin. Ziyodla polvonda bu marshal edi. Yo ikkita oti bo'lardi. Yo marshal deb e'lon qildirardi, yo bo'lmasa Ziyodla polvon to'g'risi deb e'lon qilardi. Mana shunda ikkita nomi bor edi. Bu endi qoldi o'sha metanda bir umrni tarixda yoziladi. Endi buni qilgan ishi, buni hislati, buni nomi bir umrga qoladi endi. Bu Oltinsoy Qarliqda o'sha chiroyli bir uloq bo'ldi. Buni ko'ramiz deb insonlar kelgan ekan. Haqiqatan ham shunday ot qanaqa hislati bor, qanaqa ayiradi deb. O'sha kuni Xudo yo'l berdi, bizga ochiq yo'lni berdi. Ikkalamiz tuyasini ham oldik, toyini ham oldik. Buni minganingizdan keyin Boeing samolyot bor-ku, o'shada biznes klassda ketayotganda ketaverasiz. Chavandoz inson, chavandoz joy tanlamash kerak. Hamma joyda bir xil chopish kerak. Endi bor shunday, endi qo'shnilar ichida chavandozlar ham bor unaqalar endi. Yo'q, chavandoz qayerga bo'lsa ham u chavandoz. Joy tanlamash kerak. Metan bilan endi Qashqadaryoda ko'p ish qilganmiz ikkalamiz. Qashqadaryoning xalqi juda qattiq hurmat qiladi. Endi Qashqadaryoda Surxondaryoga qaraganda ulog'i ham ko'p. Juda ko'p qarisi, rosa ko'p. Surxondaryoda olaylik mana bir yilda 100 ta to'y bo'lsa, Qashqadaryoda kamida 1000 ta to'y bo'ladi. Lekin Qashqadaryo bilan Surxondaryoning ulog'i bir xil ikkalasi. Qashqadaryoda ham zo'r polvonlar bor. Juda kuchli, nomdor polvonlar bor. Endi Surxondaryoning ulog'i endi bizda ipga ruxsat yo'q. Qo'lga chopiladi. Metanda bitta xislat bor. Uloqni olib ketaveraman, sherdan burilsin deyman, ot sezadi-da, meni o'sha joydan qaytadi. Buni kamdan kam jilovini o'zim qayirganman. O'zi qaytadi buni. Buni qayirish qiyin bu otni, chunki baquvvat endi
juda kuchli edi. Buni nima deydi, odamga bo'ysunmaydigan holatlari ham bo'lib qolardi. O'sha payt meni qaytarman, o'zim qaytaman degan joylari bo'lganda, men qaytaraman desam teginmay tur holi menga. O'z vaqti bor, o'zim o'sha yerdan qaytaman degan joylari bor. Bu otga qandaqadir sezadi-da, bu takani ustiga borsa bo'ldi, oyog'i bir tegsa bo'ldi, armoniya. O'sha yerda kamida 500 ot bo'larmi, 600 ot bo'larmi, surib chiqara olmaydi takani ustidan, turaveradi bu. Buni hamma biladi. Avvaliga Qumqo'rg'onlik Ziyodulla polvonning to'risi yoki marshal laqabi bilan tanilgan ot keyinchalik metanga aylandi. Akbar, Shodi va Xurshid polvonlar xonadonida o'z egasiga, eliga xizmat qilgan otning ayirmagan sovrini qolmadi. 2020-yilda uzoq yillik kutilgan voqea ro'y berdi. Metan laqabli ot Ko'pkaridagi sherigi Odil Chabag'onning otasi To'ra Chavandoz xonadoniga transfer qilindi. Bu otni nafaqat egasi bo'lgan kishilar, balki el u xalq yaxshi ko'radi. Lekin Odil Chabag'onning bu tulporga bo'lgan mehri tamoman bo'lakcha. Metan bilan uloqqa kirib boraveraman, otlar o'zi yo'l beradi bunga. Masalan, nomdor polvonlar yo bir nima deydi, o'zingiz ham bironta polvonni ko'rsangiz, hurmatiga yo'l berasiz. Xuddi o'shanaqa. Otlarni o'zi yo'l beradi bunga. Uloqni olib chiqqandan keyin qandayda bir chetkirlar yopishmasa, uncha yopishmagan bunga. Qandayda chetkir ulog'i yopishmasa, bu o'shanga chapdastlikqa o'tib ketavergan bu. Yana bir narsani aytib o'tayin. Bu uloqqa enkaygan vaqtingizda, uloqqa egilib, uloqni ko'taraman degan vaqtingizda o'zi ot himoyada bo'ladi, sizni himoyalab turadi. Qo'li bilan, mana oyog'i bilan sizni himoyalaydi bu. Tangimishda bir katta uloq bo'lyapti. Metandan endi odam otdan tushib qoladi-da, endi u narsa bo'ladi. Otdan tushib qoldim bundan. Tagida ustimga yurib, men bu yoqqa tushdim, ustimga kelib mashina to'xtab turibdi-da. Hech kim bosmasin deb. Mashina ustimga chiqib olgan, men tagida yotibman. Hamma to'xtayapti, kulyapti, seni deyapti, bu deyapti, bilar ekan deyapti. Qaraganda seni himoyalab turibdi deydi. Ya buni bitta aybi bor, gapirmaydi, bo'ldi. O'sha. Metan bizning xonadonimizga 2020-yil kelgan. 25 yoshlar desak ham hozir 30 ga kirdi-da bu. Buni asli necha yoshligini hech kim bilmaydi, to'g'risiga. Bu afsonaviy ot bu. Hech kim bilmaydi. Buni birinchi egasi ham unday bo'lgan, bunday bo'lgan deydi. Buni tarixi uzun. Endi qarang, odam yoshi o'tgandan keyin buni bironta joyda oq yo'q edi. Qaridi-da. Yoshi o'tyapman, oqarib qoldi mana. O'zi bu odamni mana bunday yoniga hech kim yo'lattirmaydi bu. Yoqtirgan insoni oldida turadi. Bo'lmasam shu turishda ham hozir juda jahildir u. Bir ho'kiz 3.500.000 da. Sho'rchidan Odil Chavaxon, Sho'rchidan Tura Hojiboyev metali bilan ayirdi. Metan laqabli ot qay xonadonning qozig'ida turmasin, o'z egasiga borini berib xizmat qildi. Suruvlab tuya, ot, ho'kiz va qo'ylar, qimmatbaho sovrinlar ayirdi. Borgan ko'pkarilarini qizitdi. Aslida asl tulporlar kishi moli bo'lmaydi, elniki bo'ladi. Afsonaviy Metan ham Surxondaryoning eng bedov otlari sifatida o'z nomini tarix sahifalariga tuyoqlari bilan mixladi.